Chilonzorda o'tgan yili oldini olish mumkin bo'lgan 1407 ta jinoyat sodir etilgan. Ularning 40% mahalla hududida bo'lgan yoki o'g'irlik, talonchilik, tan jarohati, bezorilik kabi jinoyatlar tungi vaqtda bo'layapti Chilonzor tumanida. Shu bois Chilonzorga kiritilgan Toshpo'latov akademiya Xatamov jamoat xavfsizligi kuch vositalari bilan boshqarishni quyidagicha tashkil qiladi. Patrul post, yo'l patrul, qo'riqlash va profilaktika xizmatlari tunu kun 3 smenali xizmat rejimiga o'tadi hamda 70% soat 17 dan tungi 3 gacha patrullik qiladi. Yangi tizim joriy qilamiz. Tuman ichki ishlar jamoat tartibini saqlash bo'yicha o'rinbosar tungi xizmatga mas'ul bo'ladi va barcha kuchlarni muvofiqlashtiradi. Tumandagi 5 ta ichki ishlar bo'limi boshliq o'rinbosarlari tungi xizmatni bevosita mahallada tashkil qilishga o'tadi. Ular tungi vaqtda o'z boshliqlariga berilgan barcha vakolatga ega bo'ladi. Mustaqil qaror qabul qiladi va mas'uliyatni ham to'liq zimmasiga oladi. Bundan buyon tuman ichki ishlarning jamoat tartibini saqlash bo'yicha o'rinbosari va 5 ta ichki ishlar bo'limi boshliq o'rinbosarlari boshqa ishlarga umuman jalb qilinmaydi. Ularning faoliyati faqat vazirning buyrug'i bilan tartibga solinadi. Ichki ishlar va Milliy gvardiya xodimlariga tungi xizmatining har soatiga bazaviy hisoblashning 5% miqdorida kompensatsiya to'lanadi.